Microsoft PowerPoint dasturiga oid savol ekan. Qaysi javobda sichqoncha bir marta bosilganda avval square, keyin star nomli shakllar kelib, xuddi shu tartibda chiqib ketishi to'g'ri aks etgan javobni topishimiz kerak ekan. Javoblardan kelamiz. Bunda ikkalasi bir vaqtda kirib kelyapti. Demak, buni ololmaymiz. Keyingisida square birinchi kirib kelyapti, star ikkinchi kirib kelyapti, to'g'ri. Lekin chiqishda yana square birinchi chiqishi kerak, shu tartibda deyapti. Bu ham xato. Bunda ikkalasi bir vaqtda kirib kelgan. Bu ham xato. Bitta variantimiz qoldi. Square mana birinchi kirib kelyapti, to'g'ri. Star 2 kirib kelyapti, to'g'ri. Chiqishda square birinchi chiqib ketyapti. Star keyin chiqib ketyapti. To'g'ri javobimiz oxirgi javob ekan. Endi Excel dasturiga oid testimiz. E6 katakchasida если или sinus B4 katta 2 dan A start B5 A5 B2 kichik 0 dan. Demak, to'g'ri bo'lsa Java, noto'g'ri bo'lsa Python bo'ladi javobimiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Demak, sinus x funksiyamiz 1/1 qiymati 1/1 oralig'da minus 1/1 da bo'lganligi uchun bu doim yolg'on. Endi ikkinchi ifodani tekshiramiz. A5dagi minus 7 ekan. Minus 7 B2 da 3. 3 mana shu 0 dan kichik. 0 dan kichik deb beryapti. Endi minus 7 ni 3 ga bo'lsak, butun qism 3 bo'ladi. Ya'ni minus 7 teng minus 3 ko'paygan 3 minus 3 ko'paygan 3 minus 9 bo'lib ketadi. Bu yer plus 2. Qoldig'imiz plus 2 ga teng ekan. 2 ga teng bo'lganligi uchun bu 0 dan kichik deyapti. 2 0 dan kichik emas. Shuning uchun bu ham xato. 0. Demak, mantiqiy qo'shish edi. Ikkalasi ham 0 bo'lsa, baribir 0 bo'lib ketadi. Ikkinchi ifodamiz javobga keladi, ya'ni Python so'zi. Javobimiz Python. Keyingisi elektron jadvalning A1 S3 diapazon maydoniga sonlar kiritilgan ekan. D5 katakchadagi formulani S6 katakchaga ko'chirilgandagi formula qiymati nechaga teng? Demak, birinchi yozamiz D5. D5 da yozilgan formulamiz. Absolut murojaat belgisi. Yana absolut murojaat. 1 plus absolut murojaat A2 ko'paygan
2 ekan. Shuni ko'chirishimiz kerak S6. S6 ga. Endi ustunlarimiz bitta ortga qaytyapti. Mana bu yerda yozilgan o'zi bor ekan. D da turgan formulamiz S ga qaytyapti. Demak, ustun bitta ortga qaytadi. Satrlar esa bitta qo'shilyapti satrga. Mana bu yerda ikkalasida absolyut murojaat o'zi tushadi. O'zi tushadi. Bu plus. Bu o'zgarmaydi. Ustunimiz o'zgarmaydi bunda. Endi qator satrimiz bitta ko'payapti. 3 ko'paygan. Endi bitta kamaytirsak ustunda A bo'lib qoladi. Qatorni bitta oshiramiz 3. Teng. B1dagi qiymatimiz. B1dagi qiymatimiz 0 ga teng ekan. 0 plus A3dagi qiymatimiz 4 ga teng. 4 ko'paygan. Ikkita A3 bo'lib qolyapti. 4 ko'paygan 4. Ya'ni 16 ekan. Demak, 16 javobimiz. Davom etamiz. Ushbu diagrammada turli fermer xo'jaliklarida ekilgan boshoqli ekinlar haqida ma'lumot berilgan. Quyida ko'rsatilgan diagrammalardan qaysi biri fermer xo'jaliklarida ekilgan arpaning ulushi to'g'ri ifodalangan? Demak, arpaning ulushini hisoblashimiz kerak ekan. Navro'z mahallasi, Navro'z fermer xo'jaligida 80 ga teng ekan bu yerda. 80 bu Istiqlolda 90 ga, Hamkorda yana 80 ga teng. Jamini qo'shsak 250. Demak, birinchi qismimiz 80 taqsim 250 ko'paygan 100%. Hisob-kitob amalga oshirsak 32%. Ikkinchi qismimiz 90 taqsim 250 ko'paygan 100. 36%. Uchinchi qismimiz yana 80 taqsim 250 ko'paygan 100%. 32%. 2%. Demak, diagrammamiz shu ko'rinishda qismlarga bo'lingan bo'lishi kerak javobda. Demak, bu A javobga to'g'ri kelar ekan. 32%, 36%, ikkinchi qismimiz, uchinchi qismimiz yana 32%. Endi bunday holatda tezroq ishlash uchun ikkita qism bir xil bo'lib qoladi. Shunga qaramay topishimiz mumkin variantlardan.